Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Bugun 2026-yil 14-iyun sanasi. Mana o'tgan videolarimiz ko'rsatgan joyimizda zillarni olgandan so'ng 12-iyun sanasida ekilgan takroran yana keza shu ekdik. 14-iyun 2 kun bo'ldi mana sug'orilgan. Sug'orilgandan keyingi agrotexnikalar begona o'tlarga qarshi dori sepilgan ustidan. Sepilib yana sug'orilgan. Ko'p qalin o't bosib ketmasligi uchun shunaqa dorilari bor. Vitaptikalarda sotiladi. Sonaz maydoni 30 ga 8, uzunasi 30 metr, eni 8 metr. Maydonga keza shu tegan, tashqariga ham hozir zelin egilgan, uni ham ko'rsataman. Mana kartoshka kovlagan joyimiz. Avvalom videosini qo'yganman. Shu yerga ham pinza egilgan. Mana shu 2 kun bo'ldi ekilganiga. Bu yerga ham shunaqa ustidan dori sepilgan. Begona o'tlarga qarshi. Endi o't chiqadi-yu, nisbatan kamroq. Hozir endi bu yoqda ham kartoshkalarimiz bor, shular ko'lib joyiga yana kinza egiladi. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana shu kartoshkamizni kovlanyapti. Shu joyiga ham kinza egiladi. Bu oraga ham o't begona o'tlar chiqqan. Ular o'tlarni tozalab, bu yerda ham mayda traktorcha bilan haydatilib kinza egiladi. Endi shu eksa bular issiqqa chidamsiz ekan shu. Shuning uchun kinza egishni ma'qul topdik bu yerga. Ham yer toza bo'ladi, o'tlarini olib tozalaymiz, ham daromad qo'shimcha. Endi yozgi kuniga makka egib mol o'g'it qilsak ham bo'ladi. Molni o'zi yo'q. Mol o'g'it beradigan, shuning uchun qo'shimcha daromad tomonini o'ylab shu kinza egishga qaror qildik. Mana shu ham tozalanadi. Shu ham tozalanib, haydatilib kinza egiladi. Bu yerga ham shunday. Kinza saratonda ham yaxshi o'sgan, shuning uchun egyapmiz. Videolarimizni kuzatib borsangiz, qanday o'sishi, qanday rivojlanishini ko'rib borasiz. Kartoshkalar. Shuni ko'rib endi joyini taxlashimiz kerak. Nasib bo'lsa. Ishlaringizga omad, sog' salomat bo'linglar. Like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.